Bilmasa hisobmasa? Aka, Voy vujudi jon. qalbi sut. Buni qarang. Endi siznikichi Ismoiljon? Bo'ldi mana. Bo'ldi, turavering. Oho. Elyor aka, buni qarang. Bir paqir qaymoq bo'lib ketdi-yu. Ha? Ey, tosh. Bu qarang. Molak toshimasa aka, Hisob emasmi? buni qarang. Bo'ldi. Hisob-a? Like bosib qo'y. Hisob. Joni hisobisi. Ustidan qaymog'i buni qarang. Buni qarang mana. Nima bu qaymoqmi deydi? Qizmi bu, kiyikmi bu? Degandi. Like bosib qo'yasizlar mana shunaqa joylariga. Voy, katta paqirga. G'ij-g'ij yopishib qoldi. Yana bir paqir bo'lar ekan, qo'ying bir-biringlarga. Bir paqir bo'ladi yana. Buni qarang aka. Atrofini ko'rsating, buni qarang. Bunaqasi kamdan kam. Voy joni sog' bo'lsin. Litrdan qaymog'i bo'lsa kerak. Ashuni aytyapman-da. Yana biz Yaxshi insonlarning xonadoniga yaxshi kunlarda yetib keldim. Saharda shatta savat qildim. Elyor aka kelmasangiz bo'lmaydi. Bugun yaxshi insonlarga yaxshi mollarni beramiz degan uchun yaxshi xonadonga yaxshi kun dabzor qilib beramiz. Bu mollar ham Xudo xolasa inshaalloh yaxshi insonlarga boradi. Shunaqa duo qiladi. Kechasi ham kunduzi ham. Bu bolani tanishtirishga hojat yo'q. Butun O'zbekistonda obunachilarimiz juda yaxshi tanidi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli podpishchilar. Sizlar bilan ekran orqali diydorlashib ko'rishib turganimdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roligimiz Farg'ona viloyati Quva tumani deyarli Quvani sentrida Ismoiljon qorilarning xonadoniga yetib kelganmiz. Shu yerda 2 dona ina bola, 1 dona bonusni zo'ri bor Elyor aka dedi. Oxirida dedi, laykni bosishni o'rsin dedi. Men tushiga kirmagan naqd qo'yib beraman deyapti-yu. Sizlar videoni o'tkazolmaysizlar. 2026-yil 31-iyul hafta kuniga bugun kunlarning yo'lig'i bo'lgan Saydi Juma. Nimaga? Bugun iyulning ham oxirgi kuni 2026-yil. Bu kun qaytib kelmaydi. Shuning uchun esda qoladigan kun bo'lsa, har kunimiz, har soatimiz. Sizlarni kuttirmaymiz. Narxlar esa hamyon bob, cho'ntak bob, hamma bobidan bo'ladi. Ko'rganga pul yo'q. Xullas mollari juda ham ko'p. Uchastkasida bor, o'zining xo'jaligida bor. Kelib, qaysi bir yoqsa shunisini olib ketaverasiz. Qani ketdik. Sizlar kutgan video bo'ladi, sizlar sog'ingan bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismoiljon qori, ishlarni charchamayapsizmi? O'zingizlar. Ishlarni charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Elyor akamni obunachilari, aka-ukalar, opa-singillar, xudo xolasa Elyor aka 2 yosh ena bola sigirimiz bor. Yuvosh tani jonlari sog'lom. Hamma ma'lumotlar beriladi. Agar video boshida mana aytyapman, ma'lumotni o'rtacha bersam, telefon qilib yana so'rashaveradi ma'lumotni. Joni sog' bo'lsin. Ishonchli mollar aka. Xudo xolasa deng. Oxirida bonusimiz ham bor aka. Uni oxirida ko'proq bonus qilib berasiz. Oxirida ko'proq bonus qilib beraman. Joni sog' bo'lsin. Xudo xolasa aka, yoshidan boshlayveramizmi? Ha? Xudo xolasa kurakchilarni bir qator ko'ramiz. Bolachasi ham maza qilib, dam olib yotibdi. Kimliklari ham, pasporti ham o'zi bilan deydi-ku. Pasporti o'zi bilan. Hozir 6 kunlik bo'ldi. Qarang, tishini o'zim ochib beray. Kurakchi 6 kurak 8 ni endi chiqaribdi. Ikkinchi bolasi aka. Bitta tuqqanmi? Doktoriga ham ko'rsatib olganlar mana. Joni sog' bo'lsin. Molga tushunmaganlar deyin. Bu birinchi molimiz. Endi ikkinchi molimizga o'tamiz. Bo'lsa aka, Tutaylari ham zo'r ekan, oq tutaylardan ekan. Buni qarang, chandillari qog'oz yelin ekan. Maza qiladiganlar. 370 kun baquvvat ekan, omad aytarib o'tamiz. Buni bolasi ham ekoniga ham xunajimmi? Ko'paysin. 2026-yilda baraka olib kirsin deymiz. Men ko'rib ko'ramiz. o'zingiz oching endi. 8 kurak. Ko'rib qo'yinglar. 3-bolasi. 3-bolasi. Yo'llari ochilib, sut berishga kelgan. Xudo xolasa. Yana ham kirgan. Rosa chiroyli ekan bu mollar, ha. Qaysi biridan boshlaydi? Mashindan boshlaydi, ko'zni quvontiradigan, dillarni yashnatadiganidan ekanda. Chiroyligini qarang, mol yurishlarini qarang, to'rsonligini qarang. Xudo xolsa, mashina bir qator yurish-turishlarni ko'rasizlar. Ko'rganga umuman pul yo'q. Shoqlari ham, hamma yo'qlari ham o'ziga kelishgan. Bismillahirrohmanirrohim. Mollarni qarang, olibtalari. Chehrasini ham ko'rasiz. Rosa oldi ochiq molda. Xudo xolasa. Uyga borganda Malibu'lar olib beradi, xudo xolasa. Aytganingiz uyga olib kirganda ham baraka olib kirsin uyga. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar. Ko'rganga umuman pul yo'q. Olsin, maza qilsin. Ertadan keyin xudo xolasa anolar ham tug'ib bersin. Uyda chorvani
Hammani chorvasiga yo'llab baraka yog'dirib, yog'dirib tashlasin. Iloraga oldi ketib. Egizchilar tug'sin. Mana, oldi ketib bir xil. Ha. Tuyoqlari istagan tuyoq aka. Olgan odam maza qilsin. Olgan odam maza qiladi. Uyini yosh mol bormi? Sutni qaymoq to'kib qo'yadigan bormi deydigandan aka. Ha, joni sog' bo'lsin. Buni nechta sutga beramiz hozir? Aka, O'g'izdan chiqdimi? o'g'izdan chiqdi. Aha. 12 litrdan 13 litrgacha sog'dim aka. Xo'p, 10 taga bering. 10 taga olaversin. Xotirjam olaversin. 10 taga Haligi oxiriga bog'liq. to'pa-to'g'ri. Mani yemi boshqa, uni yemi boshqa. Aha. Agar bu bolanikidan zo'r vaqt qo'yinglar, 15 ta qilib olinglar, siz. To'g'risi bitta akamizga gapingizni bo'ldimmi, Ilyar aka 8 litr sutga berdim. Aha. 7,5 litr so'rayapti, yarim litrga telefon qilyapti. Aka 8 litr bermayapti. Aytgan yarim litrga telefon qilyapti. Inson yaxshi rejimda qarasa aka, mendan ham boshqa ham so'rashim mumkin. Keyin bunday narsada mol buyadikida hozir 12 ta beryapti. Siz yuzga borib yemni berishingizga ko'p yem beryapman desangiz 12 ta sut bermaydi. Bir kun, 2 kun joy tanlaydi hamma narsa. Rejimda qarash kerak. U Mo'y oldiga qarang. 5-6 mahal o't yem beryapti. U biz 3 mahal ichamizmi? Bu ham 3 mahal choy ichamiz. Rejimda. Rejimda. Shuning uchun mana ko'ryapsizlar. Va qo'shninikiga kirsa ekan bu mashina ulanib ketsa. Joy bab yangilanadi, birar hafta shunaqa bo'ladi. Qor jonda aka. To'g'ri. Gapishtirib. Bugun juma. Yaxshi insonlar ber. Jumani hurmatidan aka, mashmollar endi 36 million, 37 million qo'yishib sotishyapti. Meni maqsadim aka yengil chiqarib, xalqimizga ozon sifatida tatsin, 32,5 million so'mga ketdi. Boring 32 million so'm qo'yib beray, mana 500 ni ham olsa. 1 million olib tashlaymiz, 31 qo'yib berasiz. Ilyar aka, ne? Yengil qo'yapti. Ha, yengil qo'yasiz, bir yo'la yengil qo'yib qo'yaylik. Bo'ldi 31. Ha, yo 500 mingga men talashmayman. Siz ham talashmang. To'g'risi men talashmayman 500 mingga. Ha, siz ham talashmang. Bir yo'la bo'laversin-da nima bo'ldi? Mana ha, ko'r. 31 ga, 31,5 emas. Bo'ldi. Xursandmisiz 31 ga? Dastlabki Dastlabkasini qilib beraman. Sizchi? Vodiyga dastlabkasi tegan. Vohaga aka, mana shu pulimdan 500 ming so'm o'tib beraman. Siz xursandmisiz? Men xursand. Ha, joni sog' olsin. 31 millionga. Uyni ochib turib beraman, yaxshi insonni uyiga borib, xonadoniga yog'li sutni berib, qaymog'ini ichib duo qilsa, men xursand bo'laman aka. Keyin bu bolani bunday narsa o'zi olib boradi, mashinasi, birovning mashinasida olib boradi. O'zi olib boradi. Sizlarga sog'ishni ham jiyanlar bo'lsa, jiyanlar, kelinlar, kim bo'lsa kutib olaversin, sog'ishni ham o'rgatib bersin. Xotirjam oldimdan sog'ib ko'raveradi. Joni sog' olsin. Aka gap pul nimada emas, gap muomalasida aka. Joni sog' bo'lsin. Lahti bosaveringlar sizlar, gumbillar. Endi navbatdagi molimizni kutib olinglar. Eng qizig'i. Taylarini qarang. Boki molni boki tortyapti-da, qarang. Xudo xolasa sut berishi aniqda. Buni boki zo'rmi molni? Sut ham beraveradi. Xudo xolasa baxtsiz bo'ldi. Oxiringizda aytayapti-yu. Ishlari vobshe kambayn deganda. Oxirida quruq somonga tashlayapti. Quruq somonga berilar ekanda, xudo xolasa. Quruq somon nima bo'lsa yo'radi. Ha, joni sog' bo'lsin. Xudo xolasa. Bolasi xunajin buni ham. Bola xunajin aka. Ko'paysin. Ko'paysin aka. Bo'ldi. Buni sarafi ham bo'ldi, buni 40 kun bo'ldi aka. Qo'yilganiga. Videoni boshida aytdimmi, aytmadimmi? Yana bir qator aytyapti. Ha. Smeltal urug'ga tashlattirildi. Ana bo'lmasa. Xudo xolasa qochib qo'ygan bo'lsa, jimjit aka. Demak, tekshirib bersangiz ham bo'laverar ekanda, to'g'rimi? Onasi doktor chaqirib tekshirtirib, xolisona. Ha. Nima ham qildi? Unga pul olinmaydi. Pul olinmaydi. Uziyda shunday doktorni chaqirtiradi, ko'rasizda, qisirmi, bo'g'ozmi shunday chiqsa, sizlarga videosini shunday ko'rsatib, palonchi aka mana molingizni tekshirtirib qo'ydim. Boshimdan soqit qilib aytib qo'yapman. Ha, xudo xolasa. Necha sut beryapti hozir? Aka 15 ta 16 litr suti bor. Xo'p. Tiniq 15 ta sog'dim. 13 taga bering. 12 taga bo'lsa. Voh, joni sog' bo'lsin. Pulidan ham qori shunaqa tushaveradi. 12 taga behijolat olsin deyapti. 12 taga. Bo'ldi gap yo'q. Bolasi xunajin. Nechinchisi bola? 3-chi. Rasa yo'llar ochilib sut berishga kelgan. Xudo xolasa. 18 litr, 17 litr ashaqa sog'oradi. Ha, mayli siz endi 12 ta deb qo'yingiz, qori. 12 taga olaversa. Uyimda ham, uyda ham tekshirib olaversin deng. Qori, gapishtiring. Aka, bu mollarda to'g'risi Ha. 35 36 qo'ymoqchi edim. Sizning hurmatingizdan bugun juma nimasi bilan, bayrami bilan aka 34 million so'm ketdi. 35 ham qo'ymayman, Ilyar aka. Talashmaysiz, shunisidan 34 ga qo'yib beraman. 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 34 ga qo'
Siz hozir men tanlasam qancha qo'yasiz? Bo'pti mana. Yana 500 ming so'm olib. Ayyo, lah to'ppalar, keling. 33 ya. Ikkita Dastlabkasini ham qilib. ikkita chiroyli raqam bo'ladi hamma joyda. 2-3 ga bering. 2-3 ga bering, 33 ga. Aka, undan ham tushdimi aka, 1.5. Bu undan tushasiz, bundan tushmaysizmi? Hozir 2.5 million nima qilyapsiz-da? Siz 1 so'mga qaraydigan inson emas. Xalqim maza qilsin, xalqim duo qilsin. Bering 33 ga chiroyli bo'ladi. Bugun juma kunida duo qilib qo'yisha olgan odamlar. Duo qilishadi. Ha, duo qilishadi. Bo'ldi, bugun duoga ish qilamiz. Joni sog' bo'lsin, xalqim maza qilaversin, xalqim duo qilaversin. Qalay bo'ldi narxi? Ha? 33 millionga bozorda ham o'zi ham aytayapti, 35 million qo'ymoqchiyim, sizning hurmatingiz 34 deydi. To'g'ri, dehqonni qo'ldan ham olish qiyin bo'lib Aha. ketyapti. 1 million 45 million aytayapti, ochig'i. To'g'ri. Endi bundan buyoqqa salqin tushyapti. Mana ertadan xudo xolasa avgust bo'ladi. Avgust bo'lsa quyosh qaytadi. Sekin-sekin kun ham qisqarishni boshlaydi. Keyin obunachilar nima desak bo'ladi? Kun sovigandan keyin mollar narxi ko'tarilib ketadi. Hamma kuzda keladi. Baqis keladi-da, silyosni g'amlaydi. Shuning uchun hozir olaveringlar. Olingan narsa ertaga yozsangiz ham, bugun ham, indinga yozsangiz ham, oldin olgan bo'lsangiz ham yutordingiz. Hech qachon hayvondan aka olib ziyon Qilmagan. inson. Bu ko'paysa ko'payadiki, zarar qilmaydi. Joni sog' bo'lsin. Endi bitta bonusli joylarimiz qolyapti. Bonusimiz bor. Shu bonus kutyapti obunachilar. Ismoiljon akam qanaqa bonus qilarkin deb. To'qolmi bu chiroyligini qarang. Voy. Sementalni bolasi. Ha. To'g'risi 145 lik molni bolasi. Aha. Chachishgan, semental qo'yishgan. O'zi asli tagi sementalni bolasi. Aha. Ana shuning uchun bemalol sementalni bolasi deb aytyapman aka. Ha, joni sog' bo'lsin. Joni sog' bo'lsin. Oh, chiroyligini qarang, chiroyligini. Uzunligini qarang. Rasa sigir qiladigan ekan. Bu ustukalari ham zo'r. Mana shuni sigir qilib, ko'paytirib, Aha. ertaga quvalis mo'jo'kamdan olib, maza qildim, tug'dirdim, 5 ta bolasini oldim, 10 ta bolasini oldim deb yayrasin. Joni sog' bo'lsin. Yetadan shaqacha bitta. Bu sutchi ham ichmaydimi qol? Aka olasa sut bersin. Ha? Endi ko'proq bunga sut bergani foyda. Ha. Hozirgacha ichadi, faqirda ham ichadi. Ha. Farqi yo'q. Ha, somon silos yeydi bemalol. Bemalol katta mollar nimani yesa, shuni yeydi. Lekin zagon qilib qo'yib yuborsanglar, kundan kunga bundaqa oxirgilarga tashab qo'ysa, o'zi qonni och qo'yganda. Yashil kasalligi deydimi, dermat deydimi. Xullas hamma yo'g'iga Liniyalari ham zo'r, xudo xolasa. Uzr. Endi buni bu qarang. Bonus ham mana shu? Bonus. Bonusda tortishamiz, tortishmaymiz. Aka endi tortishmaydigan qilib narxda aytaman, avvalo. Xo'p, o'z bonus deb qo'ygansiz. Shunday bunday qiladida, kelgan odam shuni cho'ntagiga solib ketaveradi. Joni sog'. Shunaqa qilib gapiraman. Bo'ldi. Sistemga bo'zayib pulni aytasiz, yangi tug'ilganda. Yangi tug'ilgan bo'zaydi pulini aytaman aka. Xo'p. Haligi bu semental ekan deb turib 18 da qo'yib yubormayman. Boring 15 ham yo'q. 14 ham yo'q. Voy. 13 yarim. Shuni ham yarmini yo'q qilib qo'yaylik. 13 yarim yo'q bo'lsa emasmi siz? Yo'q. Jicha. Obunachilar uchun aka bonus tariqasida 13 million so'mga olsin, yana dastlabkasini ham qo'yib beraman. Voy, joni sog' bo'lsin. 13 millionga mashxunachinchani qo'yib berdi. Obunachilar nima deyapti? Bu chiroyligini qarang. To'g'risi bunaqa 13 millionga sistemni bo'zay olyapti. U ham 15 million. Ha, bu ham 15 million. Men 13 millionga qo'yib beraman. Mayli, joni sog' bo'lsin. Olinmasa qilsin. Nomiga yarasha bo'lsin, arzonchi. Gapaveramizmi? Ha, bayramimiz aka. Endi sog'liq jarayonlarini ko'rsatamiz. Sog'liq jarayonlar. Bitta ko'rishib qo'yadi, bittadan lak bosib qo'yadi. To'g'risi langlar bossin. Tangillatinglar sizlar. Narxlar qalay bo'lyapti? Cho'ntay bob bo'lyaptimi? Hamma bob bo'lyaptimi? Tan joninglar sog' bo'lsin. Sizlar lakni bosib qo'ysanglar bo'ladi. Narxlar suv tekin qo'yadi ukamiz. Birinchi molni yangi tuqqan pasporti bilan. Islombek, assalomu alaykum. Qori ham ulgib keldi, jicha kech qoldi. Jumayom bilan obunachilar, Zuroha ukamga boshlab turur degandim. Aha, xudo xolasa ko'ryapsiz, aka-uka bo'lishadi. Xudo xolasa shularni bitta ko'rib. Mollar ukam tanishtirgandir behijolar. Yuvoshlik tomonlama, yeb ichish sog'liq tomonlama Umuman bizda muammo bo'lmagan, bo'lmaydi ham, bo'gizmaymiz ham. Inshaalloh xudo xolasa. Gap bo'lishi mumkin emas. Qani zo'r aka, xudo xolasa olib ko'rsatib beramiz, o'ta yo'g'li. jonli bo'ladi bizda. Panagramma vazavaz. Mana Ismoiljon bayladi, endi Islombek baylaydi. Xudo xolasa buni ham. Mana.
O iyibam ketdi. Sizniki yeb ketdi vallahi, nima qilmaylik. U yeb ketdi. Yuvoshligidanmi? Islombek nima gapga? Charchab qolmadingizmi? Siz ham ishdan, yana ishga ekanda. Ishga tug'ilgan ekansizda. Ishimiz borda, mehmonlar bor. Aka bu orqalari mana tushdan qarang. Joni sog' bo'lsin. Qaysi birini o'tirib yumshoq, maza qilib sog'ib. Gap bo'lishi mumkin emas. Ismoiljon u tarafda, Islombek bu tarafda. Xudo xolasa, mollarning muammosi yo'q. Bir devor qo'shnimizga ham tavsiya qilaveramiz. Qo'shnilarimiz kelaveringlar, Elyoruzdan oldim deyaveringlar, yana tushib beradi. Shuva bo'lib yotib sariqligini ko'rib qo'yinglar sutda. Birorta molni oldida ikkinchi odam turmaydi. Buni qarang, xohlovchilar unisini, xohlovchilar buni. Ikkita olgan odamga yaxshigina bonusi bor. Teshiklari ham katta-katta, ozgina harakat qilasiz, ko'pgina sut sog'ib olasiz. Qori paqil to'lmasa hisobmasa, Aka, voy vujudi jon. qalbi sut. Buni qarang. Endi siznikichi Ismoiljon? Bo'ldi. Bo'ldi, turavering. Oho. Elyor aka, bu qarang. Bir paqir qaymoq bo'lib ketdi-yu. Ha? Ey, tosh. Bu qarang, bu qarang. Mollar toshimasa aka, Hisob emasmi? bu qarang. Bo'ldi. Like yozib qo'y, hisob. Joni sog' bo'lsin. Ustidan qaymog'i bu qarang. Bu qarang mana. Nima bu qaymoqmi deydi? Qizmi bu, kiyikmi bu? Degandi. Like bosib qo'yasizlar mana shunaqa joylariga. Voy, katta paqirga. G'ij-g'ij yopishib oldi. Yana bir paqir bo'lar ekan, qo'ying bir-biringlarga. Bir paqir bo'ladi yana. Bu qarang aka, atrofini ko'rsating, bu qarang. Bunaqasi kamdan kam. Voy joni sog' 2 bo'lsin. litrdan qaymog'i bo'lsa kerak. Ana shuni aytyapman-da. Yana biznikida общий bitta sog'ilib, bitta pishirib, bitta separator bo'ladi, shuning uchun to'g'ri. Hozir pastdagi nomerlarga, telefonlarga chiqsin. Aloqadamiz o'zimiz bilan gaplashishadi. Joninglar sog' bo'lsin. Telegram, imo hammasi bor. Bizdan uzoqlashmanglar. Sizlar bilan har doimgidek Elyoruz Ismoiljonlar xonadonida vaqtincha mehmon bo'ldik. Farg'ona viloyati Quva tumani Orzonchi ukani xonadonida. Joninglar sog' bo'lsin.